Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 12 oyning 3 kuni seshanba. Bugun sizlarga men bir qisqacha video ishlab qo'yay deb o'ylab qoldim. Ko'rganinglardek men hozir uyda emas, sirtda. Bugun shu Amerika kongressida bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasiga bilet tashlash ahvolini to'liq ko'rdim. Telefonimni ko'tarib yurib naydi bir xo'shallar aqış bo'ldi bugun. Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi bugun Avam palatasidan o'tdi. Bu 4-qadam shu qonun loyihasiniki qonun bo'lishniki 4-qadam edi. 4-qadami tamomlandi. Uniki birinchi qadami bu loyihani shu Amerikaning qonun loyihasi ish tartibiga kirgizish. Ikkinchisi uni Senat Kengash palatasiniki bir komitetiniki tasdiqini o'tkazish. Uchinchisi senatorlarniki hammasini o'rtaq bilet tashlashini o'tkazish. To'rtinchisi Avam palatasiniki umumiy bilet tashlashini o'tkazish. Bugun bu g'ash shu. Aslida urumli xabarlarda bor, men bu to'g'riliqni bilan chiqardim video ishlagan 218 biletga erishsa bu qonun loyihasi tasdiqlanib ketadi. Bugun ta'limimizga yarasha 406 biletga erishdi. Bilet tashlashga tegishli Avam palatasi a'zolari jami 431 ekan. Bulardan 24 odam qatnashmabdi. Bir odam qarshi bilet tashladi. Qolgan 406 odam qo'llaydigan bilet tashladi. Shunda qilib naydi tarixda oz ko'rilgan bir xil ahvolda Uyg'urlarning kishilik qonun loyihasi bugun tasdiqdan o'tib ketdi Avam palatasidan. Endi 5-bosqichga keldi. 5-bosqich Amerika prezidentining qo'l qo'yishi. Bu qatimki bilet tashlashda bu qonun loyihasi 3dan 2 qism Avam palatasi a'zosinikidan ko'proq kishilarniki qo'lga erishganligi uchun prezidentga aran 10 kun vaqt berildi ekan. Buni imzo qo'yishga 10 kunda 10 kun ichida imzo qo'yish kerak ekan. Agar 10 kun ichida imzo qo'ymasa tabiiy holda bu bir qonun bo'lib qonunga o'zgardi ekan endi. Shunga bu Uyg'urlarniki yaqinqi tarixida bir naydi yaqinqi tarixdagi bir cho'ng g'alabasi deb tushunishga bo'ladi. Bu ishniki bugünkidek natijaga erishishga nurg'un qarindoshlarimiz naydi ko'p kuch chiqadi. Ularniki hammasiniki ajriga ko'pdan ko'p rahmat. Endi prezident imzo qo'yib bo'lgandan keyin 6-bosqich u qonunni rasmiy tizim qilib saqlab qo'yish endi. Uniki ancha boshqa alayda nima deymiz, ahamiyati bor ish emas endi. Bu rasmiyat uchun bo'lgan ish. Shunga senatorlar o'tirg'i chiqargan Uyg'ur kishilik huquq qonuni hozir asosiyatdan o'zi chiqdi deb tushunsak bo'ladi. Endi ba'zi qarindoshlar endi so'rayotdi bu qonunning ahamiyati nima deb. U to'g'riliq ayrim to'xtalish kerak. Men burun bir to'xtalaymiga deb o'ylagan, keyin boshqa ishlar bilan alishib qilamadim. Ba'zi qarindoshlar bu vaqtda tushuncha bergan. Men keyin qarab boqaman, agar muvofiq bo'lsa, keyin tushuncha berib qo'yishim mumkin. Ma'qulamiz, bugun men qisqacha shundaq ishga yig'izga qilib deb o'yladim. Men sizlarga o'xshash nayt xushal. Bu ishning bo'lganligidan hech bo'lmasa bizim vatandagi xalqimiz to'lagan bedel hech bo'lmasa Amerika hukumatidan iborat emas, bir xalqaro hukumatdan bo'lsa-mu e'tirof qilinganligi bu biz uchun bir cho'ng g'alaba. Garchi bizga kelgan ziyonlarni to'ldira olmaydigan bo'lsak-mu, bu bir cho'ng g'alaba. Xudoyim bo'lsa bizniki bundan keyingi qilganishlarimizmi shundoq bu qatimga o'xshash o'zliksiz g'alabalarga erishgisi. Ma'qulamsa ko'rishgacha omon bo'linglar, amonlar aman Xudodan amonat tilayman. Har xo'sh, Allohga omonat.